bu ben eshakbas. Eshak gap to'g'rigacha. Ha, eshakni gap paydo bo'lsa. Adam hesap söylesemaydı kesin. Mangurtça söylesem ben. Cendimenta söylesem. Ikkili almatura gapni eshit, keyin gapirasan deyapman. Ikkili almatura biladi, karkas to'qib. Armatura deyverme, armaturan ko't ketgan. Almatura turna biladi, qo'layni ko'tiga sikasi, turna bo'lsa men kufu pandaman, qo'layni sikka, men ajdaho jangchisiman. Bu pandangni men o'z ko't. Men ajdaho jangchisiman. Kimsin? Ajdaho jangchisiman. Adam emassin-mi sen? Men kufu pandaman, ajdaho jangchisiman. Ya ağayınlar buna adam emas ekan bunu. Buna adam emas. Ajdaho jangchisiman. Söyle. Men ajdaho jangchisiman. Aka ham gapirdi. Masalan, qarshi chiqqanim yo'q, qarshi chiqmayman ham. Chunki sizlar menga ustozim sizlar aka. Yo'q narsani gapir deydi. Yo'q narsani, jon aka. Gapimni eshit. Gap qaytarmay tur. Qaysidir donatorga men bilmayman, Sardor o'ptalang degan narsani Demaganman. Men bilmayman. Menga Sardor aytish bo'yicha Sardor yolg'on gapirmaydi. Men ham yolg'on gapirmayman. Aka demaganman. U mevzu saboy. U ulayni men bilmayman. Menga shunday dedi. Xo'p, o'sha donator keltirib bersin. Keltirib bersin. Men qayerdan topaman endi, men uni qidirib, men senga gapini aytyapman bilan. Tushunyapsanmi? Ha, men 100 marta yozdim. Aka, olib chiqing o'shani, qani keltirib bering. Ko't bo'lsam agar chiqib ketay TikTokdan dedim. Aka, Gapimni eshit. Gapimni eshit, Bekxan. Bitta donator menga yozsa, men u donatorni olib chiqib qo'ymayman senga. Mana uni dedi. men donator bilan salom alik qilmayman, aka. Men donator bilan salom alik qilmayman. Men olib alo o'ynamayman, jon aka. Kiraman, film qilaman, chiqib ketaman, aziz aka. Gördün o'rninga boshqa biri urushadi ular bilan. Rost, shunaqa o'zi shu yozaveradilar. Opangni omigasiga meni nomimdan ochilgan akkauntlarga odamlar yozib, kimnidir so'ksa yoki kimnidir nimadir qilsa, men qilyapman deb o'ylashadi, tushunyapsizmi? Ha. Ben o kuni nimaga kirdim, bitta restoranga kirdimda, endi hamma odam dahoydi. Bittasi to'xtang, bitta video qo'yib bering Telegramdan dedim. Men aytdim, yo'q, qo'ysana bir dedim. Yo, bu fanatınız bu, siz bilan dedi, urushib yurgan bola bu dedi, so'kishib dedi. Qayerda so'kishyapti men bilsam, Instagramda dedi. Qanday so'kishyapti men bilsam, shu yozib dedi, negativ yozib yurgan mana shu bola dedi. O'shan to'yi bo'lyapti dedi. Onangiz ski menda yo'q Instagram dedim bilan. To'g'risidan bilan. Ular men deb o'ylar ekanda, shu birov bilan yozishib, o'shanda yozib men deb o'ylar ekanda. Aka, bu Zaybor qildilar bilan. katta va'dalar berib yuboribsiz. Butun xalqdan kechirim so'rayman. Qaytib turib hech qaysi ijtimoiy tarmoq, hech qanday to'ylarda, sahnalarda bir og'iz ham so'kinmayman debsiz aka, shu gaplar rostmi? Ha, nimada Instagramda to'yda so'kinmayman, ha. Bog'chada, maktabda. Nima? Rost. Bog'cha, maktab, bozor, to'yxona, biron to'yi o'sha yerda so'kinmayman.